Va nihoyat Karmoniya ilovasidan ro'yxatdan o'tdik. Endi esa barcha imkoniyatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ko'rganingizdek, asosiy bo'limda siz umumiy balansingizni, xarajat va daromadingizni, keyinchalik barcha hisoblaringizni, tez qo'sh imkoniyatlarini, kategoriyalar bo'yicha xarajatlar diagrammasini, valyuta kurslarini va maqsadlar bo'limini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa siz o'z xarajatlaringizni tarixini ko'rishingiz mumkin. 3-bo'limda siz o'z qarzlaringizni to'laqonli boshqarish imkoniyatiga egasiz. Bu bo'limda esa siz o'zingizga kerak bo'ladigan qo'shimcha moliyaviy instrumentlarni ko'rishingiz mumkin. Karmoniya barcha moliyaviy instrumentlarni bir joyga saqlovchi mobil ilova. Karmoniya ilovasi barcha hisoblaringizni bir joyda hisob-kitob qilib beradi. Hozir esa biz qanday qilib hisoblar ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'rganingizdek, ilova avtomatik ravishda sizga 4 ta hisob yaratib qo'ygan bo'ladi. Siz ularni bemalol o'chirishingiz, tahrirlashingiz yoki ularning balansini o'zgartirishingiz mumkin. Hozir esa biz qanday qilib qo'lda boshqariladigan hisobni yaratishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun o'ng burchakdagi plus tugmasini bosamiz. Endi esa biz hisob turini tanlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'limda ko'rishingiz mumkin, siz bank kartasini qo'shib qo'yishingiz mumkin. Agarda siz bu yerda o'z kartangizni qo'shsangiz, sizning xarajatlaringiz avtomatik ravishda bankdan keladi. Qolgan 3 ta bo'lim esa bu qo'lda boshqariladigan hisoblar. Masalan, karta, bank hisobi va naqd pul bu qo'lda boshqariladigan hisoblar. Ulardagi kirim-chiqimlarni siz qo'lda yozishingiz kerak. Karmoniya ilovasi sizning barcha hisoblaringizni bir joyda saqlab beradi. Hozir esa biz qo'lda boshqariladigan naqd pul hisobini yaratishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun naqd pulni tanlayman. Bu yerda biz naqd pul hisobini nomini kiritishimiz kerak. Uni xohlagandek nomlashimiz mumkin. Men hozirda yig'ib qo'ygan so'mdagi pulim va balansda esa siz boshlang'ich qancha pulingiz borligini kiritishingiz mumkin. Masalan, mening 5 million so'm naqd pulim bor. Ko'rganingizdek hisobim yaratildi va avtomatik ravishda ilovaning balansi ko'paydi. Bu bo'limda hozir biz qanday qilib hisoblar ishlashini ko'rib chiqdik. Hisobni ustiga bosganingizdan so'ng uning xususiyatlarini ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'limda hisob tafsilotlari, u yerda siz hisobning nomini, rangini o'zgartirish imkoniyatiga egasiz. Asosiy hisob bu nima? Agarda qaysi hisobingizni asosiy hisob deb belgilab qo'ysangiz, keyinchalik xarajat yoki daromad kirgizayotganingizda siz hisobni belgilashingiz shart emas. Yoki ovozli xabar orqali xarajatlarni kirgizayotganingizda sizni asosiy hisobingizdan o'zi avtomatik ravishda ayirib qo'yadi. Bu sizga qulaylik beradi. 3-bo'limda biz ko'rishimiz mumkin, o'sha hisob bo'yicha tarix tafsilotlari. Uni bosib siz o'sha hisob bo'yicha tarixni ko'rishingiz mumkin. Va yana bitta xususiyatlardan biri bu balansga qo'shish xususiyati. Buning yordamida siz umumiy balansingizda qaysi hisoblar inobatga olinishini belgilashingiz mumkin. Va oxirgi xususiyatlardan biri bu o'chirish xususiyati va bu yerda siz ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolardim. Agarda siz qaysidir hisobni o'chirib yuborsangiz, undagi barcha tranzaksiyalar ham o'chib ketadi. Shu sababli ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolardim. Va nihoyat hisoblar bo'limini ko'rib chiqdik. Ko'rganingizdek, ilova asosan hisoblarga bog'langan holda ish olib boradi. Bu esa sizning cash flowingizni chiqarishga yordam beradi.